Xo'p, azizlar, hozir erim bilan birga raspakovka chek qilamiz. Xo'p, birinchi o'rinda zakaz qilgan narsam sumka zakaz qilganman. Hozir nima kulasiz? Xuddi mana shunaqa kichkinasidan bo'lsin deganman. Mana shunaqa katta korobkada kichkina sumka keladimi? Endi o'zlarini muammosi. Mana shunaqa kichkina sumka zakaz qilganman. Shunaqa moda-yu hozir mana qarang mana. Mana. Ha, bo'pti, buni ku kiydirib yubordingiz. Bunda nima bor? Bunda estetik qoshiq bor. Oshxonamizda chiroyli ko'rinib turadi deb, men korishniy qoshiq zakaz qilganman. Mana qarang, qanaqa chiroyli. Nima kulasiz? Nima kulasiz? Birinchi ishlatib ko'ray deganman. Estetikniy qoshiq plastmassadan bo'ladimi? Plastmassa emas bu. Qani plastmassami? Temirda shunaqa bukib o'ralasanmi? Bo'pti, xo'p, o'zingiz ko'raylik-chi, nima zakaz qilgan ekansiz? Mana siz zakazingizdan kelmadi. Oching, oching. Men endi uyimda kompyuterim klaviaturasi buzildi, shu klaviatura zakaz qildim. Qani? Oching mana. Mana. Ya, sen tushunmading. Menga qara. Qani? Bermanaqa klaviaturamiz korobkasi yo'qolgan, o'shuning uchun o'rniga korobka zakaz qilganman. Nimaga o'tib korobkani? Og'izda yoping, og'izda. Karvonsaroyda yoping. Bilib bilmasdan, tushunib tushunmasdan, yeb qo'yib, narsa zakaz qilib o'tiribsizlarmi? Necha marta aytganman senlarga? 11 da kutlaring deb. Oy, o'zi nima edi 11 Shu noyabr kirmasdan beri 11 deysiz, 11 bolajonlarim. Xitoydagi eng katta shopping festival bo'lib, 1688 Taobao, Tmall, yirik saytlarda 90% gacha chegirmalar bo'ladi. Aynan Saxiy Market orqali ushbu chegirmadan foydalansa bo'ladi. Xitoydan uygacha yetkazib berish mutlaqo bepul. Aynan o'sha kuni eng faol xaridorlar uchun notebook, televizor va qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. Saxiy Market nima o'zi va qanaqa qulayliklar bor uni? Saxiy Market bu o'zbek, rus, ingliz tilidagi ilova bo'lib, bundan tashqari to'lovlarni Uzcard Humo bilan amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Saxiy Market ichida sun'iy intellekt ham bor. O'zi tovarlar tahlil qilib beradi. Butun O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarda filiallari bor. O'qituvchilar uchun maxsus xizmati bor. Narxlari ham ulgurji narxda. Yetkazib berishda esa maxsus tariflarda hisoblab berishadi. Kamigacha Saxiyni o'zida tirikchilik qilib tashlasang bo'ladi, bolam. O'zini marketplace-ga tovarlari joylab sotsang bo'ladi. Hech qanaqa ortiqcha hujjatlarsiz. Kamiga tovar o'zingda turadi va Saxiy Marketdagi buyurtmalarni bitta tugma bilan sotuvga chiqarsang bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi faqat mashinadan zakaz qillaring. Kechirasizlar, zakazinglar almashib qolibdi. Aytdim-ku, meniki almashib qolgandi. Ye? Mashinaga to'lov qiluvdingiz, mashinangiz ketdi-da. Oy, joy.